Assalomu alaykum ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. Bugungi darsimiz Java darsininki 3-qismi. Eng oddiy bo'lgan Java programmasi. Siz bu darsning nazariyasini Basic Java Course Concept degan mushu ulanishdan ko'ra olasiz. Java programmasininki amaliy yozgan kodni Java Basics degan mushu ulanishdan ko'ra olasiz. Bu turbatni achish uchun siz o'zingizning kompyuterdagi yoki Google'ning Chrome'ni yoki boshqa turbatni ko'radigan programni ochib, adresiga github.com yanto siziq Uyghur School deb bassangiz, mushu ochildi. Bundaq bo'lsa men sizga nazariyani ko'rsatib, ondan programmani naq maydonda sizga ko'rsatib yozaman. Shu orqali siz mushu sinni qo'yg'ash yoki video deb olamiz inglizcha. Videoni anglab turib, bir tarafdan anglab, bir tarafdan kodni yozsangiz, nihoyatda tez unumga erishasiz. Oldidan nazariyani men tushuntirib o'tay. Turbatni ochgandan keyin siz Basic Java Course Concept mushu ulanishni ochasiz. Açqandan keyin bu yoqda wiki degan ulanish bo'ldi. Siz balkim turmushingizda Wikipedia degan turbatni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Wiki degan odatda biz dars o'tgan vaqtimizda yoki ma'lum uchurlarni boshqalar bilan o'rtoqlashgan vaqtimizda ishlatamiz. Wikini ochdik. Ochgandan keyin o'ng tarafda Lesson 3, ya'ni 3-dars Simple Java Code deganni ko'rasiz. Mana mushu 3-dars eng odatdagi Java programmasining qurilishi yoki qurilmasi. Tuvanda men mushu rasm orqali sizga ko'rsatib qo'ydim. Masalan, buningda Hello World degan biz bir qurgan obyektning ismi yoki Java programmasining ismi. Tuvandagi biz programmada 4 quruq uchurni yozib chiqaramiz. Masalan, mushu programni ijro qilsak, ekranda Hello World degan inglizcha chiqadi. Ikkinchi qurda This is my first Java program. Bu meniki birinchi Java program degan chiqadi. Uchinchi qurda men yozgan birinchi Java program degan uchur chiqadi. To'rtinchi qurda bu 1 2 3 4 5 Ondan 6 7 8 9 yani 10 yulduz chiqadi. Men mush orqali tushundirman. Undaq bo'lsa, masalan, manda package degan turadi. Bu package nereden keldi? Meskima public class. Oldingi soat degan class degan bir obyekt quramiz. Java'dagi har bir obyekt asosan class bo'lmaydi. Bu qanday qurilib qoldi? Buning ichidagi masalan public static void main degan nima? Ma tirnoqning ichidagi string bu to'rt burchak tirnoq, argus degan nima? Buni parametr deymiz. Ondan biz xatni bezib chiqarganda system.out degan nima, print degan nima yoki println degan nima, shuni tushundirman. Meni ko'rib turibsiz, bu package degan, buni uyg'urcha package deb olsak bo'ldi. Public class hello world degan, biz program yozganda obyekt quramiz. Mana bu class orqali obyektni qurdik. Tirnoqning ichkisini buni parametr deymiz. Ondan biz har bir buni inglizcha buni method deymiz. Masalan, main method, ya'ni asosli ijro qiluvchi programma. Ondan asosli ijro qiluvchi programning ichida biz nurg'ulg'an object, ondan method, ondan parametr ishlatamiz. Shuni biz kodni qanday yozamiz? Java'da IntelliJ IDE nihoyatda aqlli bir sistema. Amlatisiz sistemning o'zidan ta'minlab bergan uchurlar orqali kod yozsangiz, nihoyatda oson yozasiz. Mushu program orqali siz package hukumini bilasiz, print statement, ya'ni ekranda qura almashtirmay uchini bosib chiqarish, println. Ekranda qura almashtirib uchini bosib chiqarish, mushu program yozamiz. Undaq bo'lsa, tuvanda programninki amaliy yozishni ko'rib boqaylik.
Oldingi soatda men sizga shu IntelliJ IDE'ni qandaq qachilashni o'rgatgan. Siz IntelliJ IDE'ni qachilagandan keyin mana ekranga shu belgi chiqadi. IntelliJ IDE Community Edition deb biz mushuni qachildik. Undaq bo'lsa men shu amli programmani men ko'rsatib qo'yay. Programni ijro qildik. Ijro qilganda tunji qatim sizningki ekraningizda shu belgi chiqadi. Ya'ni IntelliJ IDE Community Edition shu belgi chiqib, siz program yozish oldiga o'tasiz. Undaq bo'lsa, birinchisi create new project deydi. Ya'ni yangidan bir Java program project qurman deysiz. Bu keyingisini open degan aslida bor bo'lgan programmani echish. Import project degan, agar boshqalar bir proyektni qurib olgan bo'lsa, buni siz olsangiz bo'ladi. Hozircha biz yangidan buni quraylik. Create new project. Ondan oldingi soatda men sizga deb o'tgan Maven degan sistema intayin muhim deb. Siz Maven yo'q holatda odatdagi bir programmani qursangiz bo'ladi. Ko'pincha biz shu cho'ng IT shirkatda ishlaganda programmani Maven orqali quramiz. Chunki Maven orqali siz programmani ijro qiladigan, programmadagi tekshirish iqtidorini ijro qiladigan yoki programmani siz yozib bo'lgandan keyin mulozimatchi mashinalarga qachilaydigan shu ishlarni Maven orqali olib bora olasiz. Undaq bo'lsa hozir Mavenni tanladim. Next. Group ID degan nima deganda ko'pincha ahvollarda masalan siz o'zingiz ishlagan bir o'rinninki shu o'ringa xos holda ism qo'ysiz, sizniki programmangiz shu o'rinninki hisobda shu o'rinning ismi bilan saqlangan bir package bo'ladi. Grup degan nima deganda siz shu programmangizni to'rga chiqarsangiz, boshqa idora organlarininki ism bilan farqli turishi kerak. Shunga biz ko'pincha shu o'ringa xos bo'lgan tor adresininki teatr yozilishini grup ID qilamiz. Masalan, men bunga grup ID'ga com check-it Uyghur School deb olay. Ya'ni bu programma Uyghur School'ninki ichida yozildi deb olaylik. Artifact ID degan nima deganda Java programmasini ijro qilganda ko'rinadigan ijro qilganda siz programmani aniqsa ijro qilgan programmalantirasiz. Shu vaqtda buni biz package qilamiz. Shu vaqt ismi. Masalan, buningga xohlagan ism qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, men yoqqa learn Java deb olay. Buningga bu deb berdi. Learn Java yoki Java code deb olsangiz bo'ldi. Xohlagancha olsangiz bo'ldi. Version degan nusxasi. Odat siz bilasiz Windows'ninki 97 chiqqan, 98 chiqqan, Windows XP chiqqan, Windows 10 chiqdi, balkim menikin nurg'un nusxa chiqdi. Biz sistema yangilaganda har qatim yangidan unaqa nomer beramiz. Shu version degan gap. Hozir next'ni bosdim. Ya'ni keyingi qadam. Projectniki ismi Learn Java deydi. Men buni o'zgartay. Buni odatdagi qilib, masalan, Uyg'ur School Java deb olay. Ya'ni Uyg'ur School Java deb oldim. Buni finish. Tunji holatda tip of the day deydi. Buni siz o'chirsangiz bo'ladi. Bu show tips on startup deganda mani ko'rsatamiz deydi. Yo'q, buni ko'rsatmayman deb. Mani close qilsak. Mana on tarafda Maven projects needs to be imported deydi. Ya'ni Maven'ninki shu project shakli sistemaga import qilish kerak deydi. Odatda ko'pincha biz enable auto import, ya'ni avtomatik holda import qilamiz deymiz. Mana hozirda biz bir programmaninki bir projectni boshladik, lekin unga kodni yozmadik. Ma sol tarafkisini buni project ko'zniga deymiz, ma on tarafkisini kod ko'zniga deymiz. Ma bu
hozir qarasangiz mana bu odatki Java'ningki Maven projektda main degan bir package bor, test degan bir package bor. Bu main degan package nima deganda siz kodni shu main shu Java package deyapsiz. Test deganda siz o'zingizniki kodni tekshiradigan qismi bo'lsa, shu test qismi deyapsiz. Odatcha men shu main qismini, ya'ni asosli kod qismini so'zlab o'taman. Andın bu PAM Checkit XML degan hujjat nima deganda shu Maven projectninki tuzishni boshqaradigan. Hozircha buni men sizga tafsil tushuntirmayman. Shu bo'yicha siz ko'rib tursangiz bo'ldi. Oldi bilan men birinchi bo'lib sizga package qurishni o'rgatay. Biz oldi bilan package'dan birini quraylik. Bu package'ninki ismi Learn Java bo'lsin. Masalan bu Mouse'ni source deymiz, main Java. Mouse'ning o'ng tarafini cheksiniz. Chekkandan ekranda shu tizimlik chiqadi. Mana new degan yangi degan gap, new package. Mana package qurman deylik. Package'ning ismiga men degandek com checkit mega Uyghur school checkit learn Java. Bu package ismiga xohlagancha qo'ysangiz bo'ladi. Buningki ismini siz boshqacha Java deb olamsiz yoki meningki program deb olamsiz yoki qanday qilsangiz bo'ladi. Bu faqat sizningki kodingizni bir yerga yig'inchoq qilish uchun qo'yganlar ism. Bunga OK'ni bosdik. Bosgandan keyin mana olsangiz Java. Hozir mana com checkit Uyghur school checkit learn Java degan package qurdik. Package'ni qurib olgandan keyin hamda kodni yozaylik. Andım package'ning ichida o'ng tarafni chekib, esingiz tursin biz odatda birinchi qatam package quramiz, shu package'ni qayta ishlasak bo'ldi. O'ng tarafni chekib, new qilib, Java class. Bugungi darsimizda men sizga nazariyani ko'rsatib qo'ygan shu programmani yozamiz. Package'ni qurib oldik hozir. Endi hello world degan shu obyektni quramiz. Java'da har qanday programma shu class uchun ma'nodu. Agar uningdan boshqa yana nurg'ulagan boshqa qumlar bor, uni keyin o'rgansiz. Hozircha biz shu oddesini o'rgantiraylik. Java class. Bunga biz hello world deb yozaylik. Hello world degan dunyo yaxshimisiz degan gap. Click OK. Bu yerdan class degan tanlaymiz. Qolganlarini keyin men sizga ko'rsatib o'taman. Hozircha class. OK'ni bosdik. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Package qurilib oldi. Endi public class. Hozir buningda hech qanday ijro qiladigan programmi yo'q. Biz oldi bilan shu programni ijro qiladigan bir asosli inglizcha method deymiz. Bir ixtiyorni qo'shaylik. Shunga buningga biz public static ko'rib turibsiz, siz birinchi harfni yozsangiz ekranda chiqib turadi, shuningki ulanishi, shuningki to'liq ismi. Siz shuni tanlasangiz bo'ldi. Men davomli bolalarga Java o'tgan vaqtda deyman, inglizcha pick and choose deyman. Ya'ni demakchi bo'lganim nima deganda, men yozib o'tay. Masalan, pick and choose deyman. Pick degani tanlang, pick degani birini chekin, ana shuni tanlang degan gap. Yoki birini eling, shunda ishlating degan gap. Masalan, public bu yoqdagi public deganni bosdim. Buni PU ni bossam public chiqdi. Mana tanladim. ST ni bossam static chiqdi. Mana tanladim. And then void. Buni keyin o'taman, hozir mustaq ko'rib turing. And then buni ism qo'yman. Main degan Java'dagi programmani ijro qiladigan asosliq shu buni inglizcha method deymiz, main method, ya'ni asosliq hukm deymiz. Method deganni asos xidar deymiz. And then buniki ichiga string arguments, buni parameter deymiz. And then har qanday bir programmaga bir method yozganda, asosliq xidar yozganda, buni chuqur buni curly bracket deymiz İngilizce. Uyg'urcha buni gullik
tırnaq deb elishimiz mumkin. Mush bo'yicha qursak bo'ldi. Hozir endi mana bizniki nima qurilib bo'ldi, asosliq programma. Agar bu programni ijro qilamiz desak, shu mainning ustida o'ng tarafni chekib, mouseningki, bu yerda running o'zi yuguring yoki ijro qiling deb, mana runni bassak, hozir program ijro bo'ladi. Bu yerda ko'rib tursiz, build deydi. Mana parsing Java hozir endi ijro qilyapti. Mana qarasangiz, process finished with exit code 0. Ya'ni program normal oxirlashdaydi, lekin buning ichida hech nima chiqmadi. Undaq bo'lsa biz bunga mazmun qo'shaylik. Mana degandek biz 4 xatni yozaylik. Men sizga deb o'tdim, hamma narsani siz yodlab olmaysiz. Shunga tushunishni asos qiling. Andin program yozgan vaqtingizda siz always pick and choose. Davomli birini tanlab shuni ishlating. Masalan, hozir yozaylik systemga men besib chiqarma, ya'ni system.out. Bu ikkisini, bu system.out ni object deymiz, object. Bu qanday object? Ekranga xat chiqaradigan object. Undaq bo'lsa xatni qanday chiqarman? Yana bir chekni bosgandan keyin bu nurg'unlagan sistemdan sizga ta'minlab berdi. Ma print degan, print int degan butun sonni besib chiqarman. Ma bu char degan harflarni besib chiqarman. Ma long degan uzun sonlarni besib chiqarman. Ma float degan kasr sonni besib chiqarman deydi. Hozir biz print ma elni bosdim. Moshunda bo'lmas uchun men bir harflarni besib chiqarman deganni tanlaylik. Tanlagandan keyin buni o'tirg'a qaysi harfni besib chiqaramiz, shuni tanlaymiz. Java programmada harfni besib chiqarish uchun siz chuqum odatda qo'sh buni quotation deymiz, qo'sh cheket mushni qo'yamiz. Undaq bo'lsa, hozir hello world deb bosdik. Ondan ikkinchisiga masalan o'xshashlar system out print ln this is my first Java program. Bu meniki birinchi Java program dedik. Hozir tushunib o'tay, ma system.out degan bu object. Print ln degan method, ixtidor. Ondan ma bu hello world degan buniki parametrisi. Odatda Java'da Uyg'urcha yozsangizmi besib chiqarib bo'ladi. Masalan, system.out and then print ln. Mening bu sistemaga Uyg'urcha qo'shilmabdi. Lekin men hozircha yozib turay. Masalan, bu meningki birinchi Java program deb yozdik. Ama print ln'ni mana ijro qilib boqaylik. Mana ijro qilsak hozir o'ng tarafni chekib runni bosdik. Bosgandan keyin hozir ekranda ko'rsangiz 3 qur xat chiqdi. Mana hello world birinchi qurda, ikkinchi qurda this is my first Java program. Bu mening birinchi Java program, uchinchi qurda bu mening birinchi Java program yozdik. Undaq bo'lsa biz tuvanda yulduzlarni biz chiqib boqaylik. Ma print ln'ning ma'nosi shu qurg'a xatni besib chiqarman, qurolmashtirman. Man besib bo'lgandan keyin qurolmashdi, ikkinchi qurni bosdik, qurolmashdi, uchinchi qurni bosdik. Undaq bo'lsa biz bir uchurlarni bir qurg'a besish uchun printni ishlatamiz. Masalan, system out print. Masalan, mana biz yulduzdan 5 ni qo'yaylik. 4 bo'lsin bo'laverdi. And then yine ikinci qurg'a managa system.out.print managa yulduzdan 6'ni qo'yaylik. 1 2 3 4 5 6. 6'ni qo'ygandan keyin hozir mana ijro qilaylik. Mana yoqdan ijro qilsini bo'ladi. Hello world ijro qiling deydi. Odatda Java programmada siz yozgan programmani sistema avtomatik holda buni compile deymiz. Buni sistem ijro qilgan kodga aylantirib, anda ijro qildi. Buni ko'rib turibsiz. Ma oldingi 3 qur ayrim-ayrim chiqqan. Birinchi qur, ikkinchi qur, uchinchi qur. Lekin ma 4-chi, 5-chi qur ulinib chiqdi. Buning sababi nima deganda, oldingi 3 qurda biz print ln ishlatdik. Print ln'ning ma'nosi mushu qurg'a xatni besib chiqaring, lekin qurolmashtiring.
Ma printing ma'nosi shu qurg'a xatni besib chiqaring, lekin qura olmashdimi. Masalan, 4 yulduzni besib chiqardik, qura olmashdimidik. Shunga keyingi ma bu buyruq ijro bo'lganda oldingi qurning keyniga olinib keldi. Demak, mushuning o'zi nihoyatda odatdagi bir programning shakli. Men sizga deb o'tgandek, har qanday bir programmani odatda package orqali boshlaysiz, obyektni class orqali qurasiz. İcra qilganda public static void main degan mushuni yozasiz. Buni balkim so'rashingiz mumkin, nima uchun bunday yozamiz deb. Buni Java programmasininki icra bo'ladigan asosliq bosh nuqtasi mushu qism bo'ladi. Buni xuddi siz bir mashina haydash uchun oshqishni samsam mashina mangmaydi degandek, Java programmasini icra qilish uchun, ya'ni odatdagi normal Java programmasini icra qilish uchun chuqur sistema mushuni elish kerak. Agar masalan hozir men bu voidni chiqarib o'tay, qarab turing ekranda nima ko'rindi ekan. Men voidni chiqarib o'tay. O'ng tarafni bassam, abaqa run deganni ko'rmadingiz. Chunki Java buniki bu programning nima ekanligini bilmaydi. Siz faqat mushu programninki o'lchamlik shaklini yozgandan keyin, ya'ni mushu programninki program yozish qoidasi bo'yicha yozgandan keyin, ondan bu ko'rindi. Masalan, public static void deb qo'ydik. Mana hozir ekranda hammasi normal. O'ng tarafni cheksak, mana run degani chiqdi. Hozircha qolgan bu yoqdagi debug, mouse save degan saqlash, buni men sizga keyin tushuntirib o'taman. Mushu eng odatdagi bir Java programmasining shakli. Siz mushu darsni anglab bo'lgandan keyin o'zingiz xohlagan narsani ekranga besib chiqarib mashq qilib baqsangiz bo'ladi. Undaq bo'lsa, tuvan men 2-3 muhim nuqtani tushunib o'tay. Birisi, mushu Java'niki eng oddiy bo'lgan bir programminiki shakli. Shunglashqa siz har qanday programmaga, ya'ni ijro qiladigan qismiga mushuni qo'shsiz. Agar ijro qilmaydigan program bo'lib qolsa, buni qatmasini bo'ldi. Ikkinchisi, har qanday Java programmasida buni statement deymiz. Qurning orqasida chuqur siz chekitlik pash orqali oqlashsiz. Hozir agar bu pashni olib olsam, bu qizil chiqib qoldi. Bu qizilni ko'rdingizmi? Mushning hammasi demak sistemaga sen aslidagi sistemaga xos bo'lgan mushu syntax, ya'ni mush tilninki oltiga bo'ysunmadi degan xatolik ko'rildi. Agar mani ijro qilsam hozir, bu program ijro bo'lmaydi. Nimishqa desangiz, programda compilation error deydi. Mana error. Xatolik ko'rildi. Java xatolik ko'rildi. Chekitlik pash. Buni inglizcha semicolon deymiz. Semicolon expected. Bunun chekitlik pashini qo'yishingiz kerak deydi. Mana qo'ydik hozir. Endi ijro qilaylik. Qayta ijro qildik. Mana program ijro bo'ldi. Uningdan boshqa men oldingi soat darsda so'zlab o'tgandek, har qanday programmaga odatda siz bir inkos, ya'ni izohat yozib qo'yishingiz kerak. Masalan, buni men odatga qilib, masalan, ekranga xat besib chiqarish deb yozdim. Yoki inglizcha print some information on the console deb yozsam. Demak, men ikki yanto siziq bu izohat yozganda yazsaq bo'ladi. Bu qismini faqatla programmani ko'rishga qulaylik, lekin bu ijro bo'lmaydi. Masalan, mushu programni hozir ijro qilsak, bu yozgan izohatniki programga ta'sir olmaydi. Yana program normal chiqaveradi. Mana hello world besib chiqardik. This is my first Java program. Bu mening birinchi Java program. Men yulduzni besib chiqardik. Onun kendinden bu tırnak. Bu tırnak chuqur Java programmasida har qanday method, ya'ni xiddar qismiga chuqur shu tırnak bo'lishi kerak. Agar bu tırnak bo'lmasa, yana qizil ko'rinib qoldi. Bunga diqqat qilasiz. Shunglashqa shu chekitlik pash, tırnak, bu argument. Argument degan odatda parametr. Parametr degan masalan keyin tafsili so'zlab o'taman. Masalan, siz bir Java program yozib, 2 sonni qo'shmoqchi. Buning uchun shu 2 son sizniki parametringiz bo'ladi.
Andın men burun degan obyektninki odatda birisi state holati, andın ikkinchisi harakati bo'ladi deb. Bizning mana hozir hech qanday holat yoki harakatini qilmadik, faqatla bir qo'rni bir uchini besib chiqargan program qildik. Shuningga bir obyektning ichida o'xshamagan uchurlarni siz o'xshamagan holatda yoza olasiz. Shunday qilib bugungi darsimizda sizga eng oddiy bo'lgan bir Java program yozishni ko'rsatdim. Bugungi darsningki muhim nuqtasi yine sizga qayta ta'kidlab o'tay. Birisi packageni qanday qurishni bilishingiz kerak. Print statement qanday bo'ladi? Print element qanday bo'ladi? Bu print bilan print elementninki farqi qanday? Mush bo'yicha ko'rsangiz bo'ldi. Bugungi mushu programmamizninki kodini ko'rmagan desiniz, mana shu Uyg'ur School GitHub torbetidagi Uyg'ur School'ni ochib, mana bu Java Basics'ni olsangiz, mushu programmninki tuzish chiqadi. Mana bu source main java.com Uyg'ur book Java learn. Mana ochgandan keyin dal bugungi Hello World Java dal mushu yozgan program, mushu programmani mush bo'yicha yozsangiz bo'ldi. Dersni ko'ngil qo'yib, anыңызga ko'p rahmat. Keyingi qatimliq darsda ko'rishaylik.